Xitoy kommunistlarining Uyg'urlarga bo'lgan zulmi kuchayayotgan bir paytda Turkiya Xitoy bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirish uchun yangi bir qadam bosdi. İstanbul aerodrom bilan Xitoyning Beijing Daishin aerodromi qarindosh aerodrom kelishimi imzoladi. Kelishimga asosan ikki taraf munosabatini kuchaytirish uchun aerodrom boshqarish va xizmat tajribasi jihatda foydalanish bilan birga boshqarish, me'morlik loyihalash va elektronlik boshqarish qatorliq jihatlarda o'zaro almashtirish olib bordi. YouTube'da e'lon qilingan filmlar bilan millionlagan agashkuchilarga erishgan Ro'yi Chanat bu qitim Sharq Turkistondagi Xitoy zulmi haqida bir film ishildi. Ro'yi Chanat bu film haqida taratqularda bu temaga texmi ko'p yer berilish kerak deb qarayman. Turkiyada yashayotgan kishilarga o'z qarindoshlarimizning qanday qoldi ekanligi haqida bir oz bo'lsa-mu ma'lumot berishni umid qilaman dedi. U bu filmda Xitoyning yig'ib olish lagerlarida yetib chiqqan sobiq mahbuslarni ziyorat qildi. Hong Kongda oylardan buyon davomlashayotgan namoyishlar 2-3 kunlik turg'undan keyin yana jiddiylashdi. Saqchilar namoyishchilarga plastik o'q va yosh oqquzish bombasi ishlatdi. Namoyishchilar bo'lsa qo'lga chiqqan narsalar bilan qarshilik ko'rsatdi. Ko'cha namoyishlari nurg'un universitetga singib kirdi. Namoyishga qatnashgan o'quvchilar saqchilardan qochib universitetlarga kirib oldi. Bu jarayonda saqchilar bilan namoyishchilar orasida to'qinish yuz berdi. Gumondorlarning Xitoyga qaytarib berilishiga ruxsat qilingan qonun loyihasiga qarshi boshlangan faoliyatlar keyincha Hong Kong hukumatiga qarshi namoyishga aylandi. Namoyishchilar erkin saylam o'tkazish, saqchilarning namoyishchilarga olib borgan bostirishlarini mustaqil tekshirish va tutib turilayotgan 4 mingdan ortiq kishini qo'yib berish qatorliq talablarni o'tirg'i qo'ydi. Eronda benzin bahosining o'stirilishiga qarshi namoyishlarda taxminan 1000 kishining qo'lga ilinganligi bildirildi. Fars xabar agentligining xabar qilishicha, Tehron, Tibriz, Mashhad va Isfahan boshchiligida davlat miqyosida 1080 o'rinda namoyish o'tkazildi. Namoyish jarayonida 100 dan ortiq banka va 50 dan ortiq do'konga o't qo'yildi. Taxminan 100 ta kishi qo'lga ilindi. Janubiy Koreya bilan Amerika Shimoliy Koreya bilan bo'lgan diplomatik tirishchanlikqa ziyon yetkazmaslik uchun bu oyning oxirida o'tkazilishi planlangan o'rtaq harbiy manevrni kechiktirganligini bildirdi. Yunhab agentligining xabar qilishicha, Amerika va Koreya mudofaa ministrlari Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqi mudofaa ministrlari yig'ini ichilayotgan Tailandda o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Amerika mudofaa ministri Esper bu oyning oxirida o'tkazish planlangan o'rtaq uchish manevrini kechiktirishni qaror qilganligini bildirib, mundaq dedi. Bu qarorni diplomatiya va tinchlikning taraqqiyotiga bir to'hfa qo'shish uchun yaxshi niyatlik bishorat deb qaror chiqardik. Pyongyangni o'xshash shaklda yaxshi niyat ko'rsatib, shartsiz va ikkilanmasdan muzokara ustiliga qaytishga chaqiramiz.